Qanaqlı emas? Dadam bu ishlarni texnik murakkab qilyapti-ku. Akansirib ketmanglar. Hamiz turist qilyapman. Agar haqiqatan sotqish qilgan ish bo'lib qolsa, dadamning chiqishim natayindek qildi. Hay, undaqda davomli davolashimizmi? Dadam rostla biz uchaylarni sotqa tasib chiqmasa? Ya qancha bo'lsin bu dadam bilan uyaga bormasmiz. Aka, dadam chiqim bizga achchig'i shunday qilgan gap. Avval dadamning achchig'ini yondirayli. Shundaqlab chiqqilmaymiz, qanday achchig'ini yondirsa? Qaranglash bo'lmayotsa ya. Dadamning bundaq qilsa ilk ayol uchunmidi ya? Acha, apamning deyishcha, er kishi tuyuqsi o'zgarsa shu ayol kishi uchun deydi. Yenge, tuzlik gap qiling, ha? Dadam hargiz bir ayolning deb biz bunday qilmaydi o'jima. Berna, to'liq qalayimqan gap qilmang Fukam, ha? Dadam hargiz undaq odam emas, unday ish yo'q. Bo'lmasa, bizim bir advokat taklif qilsak, bizning advokat bilan dadamning advokat ko'rish baqsa, shuni qarab ishtamdiq ya. Yo'q. Biz aldirmaylik. Agar ikki tarafdan advokat ham o'tirib chiqib qolsa, bu ishni bostirmoq texmi tez bo'ladi. Hada? Ha? Biz yanada bir amal qilib dadamning achchig'ini yondirgan bir ish qilaylik. Ma'qul. Aka, acha, emsalik 500 ming qalaqsaqlar. Voyjon! Ay, ishmishe ketgan, yana shu 500 ming qo'ydima sen? Acha, men shu Fukam, hozirgi paytdim shu gapdimi? Tozim bir. Non tepe. Nadiga bilan men haqi yo'g'on gap qo'ygan to'sam, ne qada qilyapsan? Uf, voyjon. Buni qanday qilsam olaman? Ay, Akbarcan, bu men. Ha, vallahi hemiz ketip bo'lgandek turdi. Men baya bulag'i xeyli qattiq tegdim. Ha, yaxshi qilibsiz. Bundan keyin qanday qish o'smoqdan? Siz shu peti yuravering. Ha, ma'qul. Ma'qul emsa. Kim o? Sen bulamda. Kirib oldingizmi? Nima ish? Sizlarning uyida bir ish bo'ldimi? Siz kim bo'lsiz? Da'vogarimning ishini xohlagancha boshliq deb yursam bo'lmaydi. Mundaqda. Xislatning dadasining fikrlari, xislatni azqig'ini rasmo. Siz ularning advokati bo'lasiz. Kechiring. Hech qanday savolingizga javob beramayman. Ang yaxshisiz. Bu arzini qaytaraydim. Nima ishga bunday qilaman? Siz zodi kim? Men xislatning yigiti. Yigiti. Demak yo'ldosh emas.
Meni siz boshqa aralashmasangiz bo'g'dak. Pulning kredit chaqliqdan advokat. Ammo xislatga bir ish bo'lib qolsa, bu ishdan keyin bunday oson oxirlashmaydi. Bu ishning qanday oxirlashishini hozir hech kim bilmaydi. Siz eng yaxshisi mening yanimga kelmay, berib xislatni izlang. Xislatga nasihat qiling. Bu tatsizdan kechirim so'rasin. Kechirim. Men ishdan tushaydigan. Tadbirlarning munosabatini bunday yomon qilassangiz, sizga hech qanday foydasi yo'q. Shunlashqa arzni qaytarib Men bunday bo'lishini xohlamayman. Lekin da'vogar arzini qaytarib olmasa, menda hech qanday amal yo'q. arz qilindi degan bilanmi? Sizning tutib chiqishingiz xatoy. Shu amal bor. Arz qaytarib. Qani. Vaqti kelganda ko'ramiz. Bo'ldi, xabar qildim. Yaxshimisiz? Buncha kechda bir ishingiz bormi? Sizdan ansirab qoldim. Yaxshimisiz? Buncha kechda bir ishingiz bormi? Sizdan ansirab qoldim. Shu tuyuqsizlik jiddiy ishim chiqib qolib, tushdan keyin ketib qolgandim. Kechiring. Aytilga aytganda vaqtida chiqib borma. Şirketde bak mühim işim yok. Ensirmişsiniz mi buldu? Ben yerden kıgıdaki işler olsa devir ha. Ben kılalaydıgan iş olsa kulağım köksümde. Rahmet. Üstüge... Siz için... Siz için otık girişki mi teyyamen? Nasıl qilmag'ansiz, direktor? Teske. Ensirman. Çok musun? Oradayım ben. Polis. Paranı veririm. Ben değiştirmem. Bakın. Koş. Ciddileşip gittim ha? Uğutqa kirmen tıxı. Muşum gep boldum ha? Yaxshi uxlabsizlarmi? Ben o'xshab turjimmi ma'lum. Xayrli sahar. Ammo bizning qachilarimizchi endi Bugundan boshlab bog'u sizlarga tomoq yo'q. Ha?
Acaba o'xshab turdi tamam. Chaqchaq ne amma deganda. Hatta kulağını. Dadamlar dedi, bugünden başlap turmuş bul tapşırmışsanlar sizlerge tamak verme dep. Onundan başka bak o, hocranlan özanglar tazlaysızlar. Kırqetanlarını özanglar jüysizler cuma. Turmuş bu ne? Dada. Nim turmuş bu ne? Bugünden başlap her ayda 500 randın turmuş pul topşursizlar. Tok, su, kırqat juyuş, öğretleş, tazılaş. Bular hammasi o'zini ichida. Tomoq puli, yatak puli. Dada çak atamsa ya. Shundaymi? Voy dada. Bizden rastını 500 koy turmuş bul alamsa. Bu nerede bu? Dadası balıstan yatak puli, tamak puli oldu aşpa. Shundaymi? Mishadi ba. Bugünden başlap mush uyda ba bo'ldi. Sizlar pul teppatsizlar-ku. Pul topgandan keyin ayda turmush pul topshirsanlar bo'ladi. Qachongacha men so'qmoq setib topgan pul qarab o'tirsizlar. Sizlar bexmushinchilik qilib qo'ydim. Unda bo'lar. Yana boshqa urulaydigan shartlar bo'lsa, danglar bo'lmasa. Dada bu. Dada. Qancha olsa bunda aqsan qamlashmas. Pek aşırı ekranını his qilmadingmi? Shundaymi? Bola, men nimani oshirib o'tibdim ha? Necha vaqtdan beri ko'p noshta qilib olinglar jinim bolam. Tomoqni issig'ida yevelinglar. Bundoq qilmanglar. deb yolvurib ketsam, sizlar men qanday qilgan? Biringlar o'ldirayman. Biringlar o'ldirmayman. Yana biringlar uxlayman. Deb ketyotdinglar-ku. Endi qarim yo'q. Endi xaf qilmayman. Qo'singlar orqasin mayli. Agar buni ranjib qolsanglar, uydan ko'chib chiqtinglar. Bo'pti. Voy tata! Erlar, tamam, pek o'xshab. Rahmat aka. Dadam nimishqa bunda qildi? Yetishqa? Xapoqis gap qolganda. Voy sizlarmi dada deb ko'ziga kirmay, sababini o'zinglar izlab qo'yinglar. Ammo dadamning bunda o'zgarib ketishiga aniq Oyshamga xudo sababchimi ya? Nima? Unda xomisa boshqalandi bizga shunday muomala qilib bo'lamda. Dadanglar bor-ku, hech qachon boshqalarni deb bunda qilmaydi. Mening bilishimcha shunday. Yo'q ish. Acha? Acha? Yaxshimisizlar? Acha? Amma, bulog'i nim bo'pti? Sormayli qo'ying qizim. Ey, bilmedim bu ev nim bo'ldi ekan. Beshim ajab og'irdi. Ayras, siz bugun ish qilmamsiz? Hozir borma. Ha, biz kelin. Nashtangizni qilib kechikib qolmanglar. Qalğaç markalık sopun paraşütü vətib erkin çıxırıyorsun. Voy nimening? Kırnan. Qalğaç markalık sopun paraşütü. Mən Dilkan Xalqara So'z çekiliş şirketi tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Po'lat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimadi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Qulaydisi mushum ish bo'lgan. Bo'ldi. Üzüm bazını aşkıyı. Oy, Falan. bir ish oldi ma? Ertaga bu yerga kelib lashib qilsanglar. Bunun gapini bir qilma. Dadamchi hozir hadidan bahlashib ketdi. Oyda 500 koy pul to'lsak, uy tomoq yeyotganmiz. Bo'lmisicha tomoq yeyishimiz ruxsat qilinmaydi ekan. Nima deyapsiz-da? Ul emas. Hatta
Tok bilen surmuşul demek emas. Bucu, heliqi Oyşem degan xotin kushkirtgan gap. Bo'lmasa dadam ashuna o'zgarib ketadigan odammi? Şunu biz derhal o ayal tepip, hem de dadam bilen görüşmesi aytaylı. Qanda? Yo'q, yo'q. Ishni oldigan bilmay turib ayoldan ko'rsak toz yaxshi bo'lmasmiki? Mulozim, taksidan birdan keting ha. Aka, mening sana gapimda. Senin xafavatqanligingni bilme. Lekin her qancha achchig'ing kelgan bo'lsa-mu, bolalarni arz qilsang qandoq bo'ldi? Va qo'rqib xalqlar anglab qolsa, bolalar qandoq beshini ko'tarib yuralaydi deyman. Aka, Jasur bilan xislatchi shundoq aloqsadi bo'lib ketdi. Mushunchalik bo'lsa bo'lar. Qarag'anda sen bir qaror kep bo'lgan o'xshaysan. Degina. Vallahi taraf turamsan, men taraf turamsan. Oy aka, nədiki gapni qildi ekansan ku? Ha? Oy, sen taraf, men taraf deydiganga biz hammamiz bir oila kishilar tursa. Aka, to'la kichik oldi, gaqimig'ini. Men shu kichik bola bo'lib qoldim. Shuning uchun sen menga nasihat qilma deb avar bo'lma. Gach gap qila, vallahi taraf turamsan, yo men taraf turamsan. Aka, Tağa, ben siz tarafta turman. Siz her qanday qaror qilsangiz men sizni qo'llayman. oy balam, siz ishib ketgandingiz, bu yer nima ish qilyapsiz? Rahmat qizim. Bir tuqqan qarindoshim ushalmisimi? Sizmi bo'lsangiz ko'nglimni tushunyapsiz. Bo'ldi, men chiqaman. Oy balam, ha akamni to'sashdi yo'q, o'tning ustiga yog' qo'yganda gap qilyapsiz-ku. Ama tağamdan bunday qilishi cho'qim bir sabab bor. O'g'ilchilikmi emas, xafa bo'lishmi emas. Cho'qim bir sabab bor. Lekin Ama tağam her qanday odamdan bolalarini yaxshi ko'rdi. Tağamni o'ylig'ini bor. Köyümüzdeki işler bir taraf oldu mu? Tirishadimi? Jasur. İşlarning bundoq bo'lib ketishini burunroq his qilishimiz kerak edi. Charchab ketgansiz. Meni oldingiz bexijil. Doktorxonadagi mish-mish paranglarning kayib ketishining oldini edim. Oiladagi ishlarni oilada bir taraf qilib. Tushundingizmi? Tushundim. Bu dadamla neyim qilgan? Biz özünün balları qoy. Mustaq. Tağa? aka, bo'ldi qilsang bo'lamdiki. Ota bola o'tirsida mushunaq qilish ketamdi. Uydagi ish bo'lganki uydil tugitayli. Qo'lim qo'shni anglab qolsin sat turdi aka. Shu emasmi? Qandaqla o'ylsam hech ideyamdan o'tmaydi. Xislat, tezdan tag'amdan kechirim so'rg'in ha. Tez bilan. Shuni deyman. Tiyoshan qarg'oylarining yildiz bir tutashda. Voy siz jim o'tiring ha. Dada. Buncha qilib ketish ketamdi. Bir yaxshiroq paranglashib baqayli. Bo'ldi bolam. Qanday gap bo'lsa, ash advokatni endi deyishaydi. Hamma mang'ashtirayapsan. Tağa, yo'lda diqqat qiling ha, men sizni menga qo'llayman. Ma'qul. Dada. Aşağıda görüşeydi oğlum. Bu sen? Hoş tağa. Bu dada. Bu dünyada özünün balları erzikli atağında kaçısı var. Bence hiçbirisi var. Qaysar aka,
Tağamның bunda qilishi cho'qim bir sabab bor. Hey. Siz zot kim tarafda? Tağam tarafda. Bo'ldi. Qolgan gapni advokat bilan deyishaylik. İşimiz kelgan ko'ramiz. Hey, xislat qo'shada. To'xtab turing. Hey. Hey. Siz ajab bir bo'shlarni to'smoq yo'q. Medet berib ketdingiz-ku. Jim turing ha. Tağamni yansında. Shundaqdimi bu otibola so'qishib sotib chiqimiz davası medet bergingiz demsi? Bu bölgünçilik sağlık emasmi? O'tning ustiga yog' chechib. Parizat acha, hammadan o'ylagan o'xshamaydi. Tağam hargizmi ballar bilan urushib yenish uchun sotlashmidi. Qancha bo'lganda. Shu. Ammo men avga chiqib tayyorlik qilib ishga boray. Ma'qul bola, ma'qul. Jilqimi. Ajab ush oldum ma qizil g'apa. Nima nimanda qilsa? Bu Atıbalı sotqı çıksa gizlitkimi e'lon qilar haqlar? Apa, tağam bu qitim rastilla bir niyatga o'xshamamdi. Shundoqday qildi. Apa, biz zodi qaysi taraf turmiz? Hech kim taraf bo'lmaymiz. Albatta o'ttirdi turmizda. Oy, yanala mening kuyog'im aqlliqka. Voy, bir oila kishilar so'qishib qolsa, albatta o'ttirdi turish kerak-da. Yog'li ko'sh bir tuqqan piyozning ko'ygini ko'ygan degan gap bor emas. Shu, to'g'ri apa deganimiz. Lekin-chu, men xislat tarafda turma. Apamning deganini anglamadingizmi? Hech kimga bo'lishmaymiz. Ularni aplashib qilish uchun betaraf maydonni saqlaymiz. Lekin his qilmadingizmi? Tag'ami bek oshiribdi. Nada? To'g'ri. Hadi bir gaplarni qilib, menga kirib opamga yordamlashaman. Ha. Men ma'lum. Mağdınızmı dadam? Xo'sh amsa, qarab olasiz. Apa, dadamdan achchiq gap qoldimi? Albatta achchiq keldi-da, bolam. Doktorxonakilar bor-ku, so'chachakni boshlaydi hamdi. Tamammış, arqadan so'chachak qilgan odamga bek o'sh. Shuning uchun bor-ku, bolam. Men ishni burroq oxirlashtiring. O'zingizning ham namanning nomi uchun yaxshi emas bu ishlar. Apa, Akşam dadınız-chu, bunda sotlashib yursak, bizga nomusliq bir ish. Navada sotni yengan taqdirdimi? Haqiqiy yengan hisoblanmaydi deb baxap bo'lib ketdi bolam. Tushundingizmi, Jasur? Tushundim. Har qanday ish olsa o'zining o'g'lini marslig'anmi? Almagan bir ish. Bo'lsin apa. Nima oy? yo'lda diqqat qilamsan. Ben demişsem o bu yerga nima ishdan kelganinglarni sizlar bilasizlar-ku deyman. Bilimiz. Xislat olim. Siz cho'ng qiz-ku? Shundaq. Siz qanday o'ylaysiz? Bu arz mening toza muvofiq emas. Nima uchun? Dadam bizni nemish qarz qiladi? Men buni toza tushunamadim. Dex bizni beqish jarayoniga xarajatlarni hisoblabdi. Bu minnat qilganlik umomdi. U bizni rostla farzandim deb qarmamdiganda advokat epandim. Nadimi bir dada bolalarni beqish jarayoniga xarajatlarini to'ltib oldigan ish bor. Bu faqatlik olamda o'tmadi. Bu sizdan necha pul so'rabdi?
240 ming. 240 ming. Siz xizmatga chiqqan necha yil oldi? 8 yil. 8 yil. Siz 8 yil jarayonida dadangizga qancha pul berdingiz? Hayat kendi bergeyni Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağımı şundak köyünü diken bu bana. Vaqti to'yini qilsangmi buni? Açığın yanmakta ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturmaz mı? Tamam hakkında kalmış. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voy can bu ne dada? Öyle bir anlaşmayla konuşmuşlar. Durun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmadı. Limanda içime sıksa. Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsın. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğer jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Burada. Ya. Oğlanı mı yıkılamdı? Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Kulkam bilan uyimiz bizga yuramsa? Dadamın aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi? Yana shu so'qmoq deb yashaydi. Cesur. Daha gözünüz açın ha. Abba! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yoruk dünya. Bana arman yoruk dünya. Bana arman yoruk dünya. Ömür devam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür devam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen
Her bir gününden rencişler dilimden kapalmasın cay çilger gülnüm tikini birge güzel dur yüzüde dal bulsun o ay çilger gülnüm tikini birge güzel dur yüzüde dal bulsun o ay kısmetler hemmigen okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut kalbimde mutluluk bulsun barışıga hiç kimge itibar kılmagan hayat kısmetler hemmiga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol kısmetler hemmiga o'xshashda qiyin o'zgarmas haqiqat hayot va mamot qalbimda mutluluk bulsun barchaga hech kimga e'tibor qilmagan hayot qismatlar hemmiga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdur baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan